ikkita ovchi nishonga urish ehtimoli 0.6. Ya'ni birinchi ovchi A bo'lsa, P A ni nishonga urish ehtimoli 0.6. U holatda uni nishonga urmasligi ehtimoli 0.4 bo'ladi. Ikkinchi ovchini ham xuddi shunday nishonga olish ehtimoli 0.6. Nishonga ura olmasligi ehtimoli esa 0.4. Ya'ni ikkalasi yig'indisi 1 chiqishi kerak. Endi 4 marta ikkitadan otsa, har bitta ovchi, ikkita ovchi jami 4 ta hodisa bo'ladi. Nima qilamiz? 4 ta hodisada birinchi o'rinda nishonga tegmasligi ehtimolini topib olamiz. Mana 4 ta hodisada ham nishonga tegmasligi ehtimolini hisoblaymiz. 16.0256 bo'ldi. Bu nima bu? Bu nishonga tegmaslik ehtimoli. Mana. Ya'ni umuman nishonga tegmaslik ehtimoli. 0.0256 mana yerda adashdik. Yarimta 0 bo'ladi. U holatda nima qilamiz? Ya'ni birdan ayirsak, umuman nishonga tegmaslik ehtimolini mana va kamida bittasini tegishi ehtimoli kelib chiqadi. Ya'ni birdan ayirsak 0.0256. Shunda 0.9744 chiqadi. Mana. Demak, bu kamida bittasini nishonga tegishi ehtimoli ekan. Mana A variant 42.